Assalomu alaykum, xona gullar parvarishining qadrli obunachilari. Bugun sizlar bilan uy sharoitida gullarga beriladigan tabiiy ozuqalar haqida suhbatlashamiz. Ya'ni bu ozuqalarni barchamiz oddiy uy sharoitida tayyorlashimiz ham mumkin va topishga qiyin ham bo'lmaydi. Men bularni hozir hammasini nomer bilan sanab tushuntirib aytib o'taman. Diqqat bilan videomizni oxirigacha kuzatib boring. Eng birinchi o'rindagi ozuqamiz bu hamma joyda topiladigan, eng oson tayyorlanadigan va gullar uchun juda ham kerakli, foydali o'g'itlarni, mineral moddalarni yetkazib beradigan ozuqamiz bu tuxum po'chog'i hisoblanadi. Tuxum po'chog'i haqida juda ko'p videolarimizda keng tarzda gapirib o'tganmiz. Tuxum po'chog'idagi mineralli ozuqalar gulning eng birinchi o'rinda ildiz yoyishi, o'sishi, barik yoyishi, yashilligini saqlab turishi, tanasini baquvvat bo'lishi, kasalliklarga chidamliligi va gullagandan so'ng ancha muddat yarqirab turishi haqida juda ham ko'p mineralli moddalarni o'zida saqlaydi. Tuxum po'chog'ini juda ko'p usullar orqali gulga bersangiz bo'ladi. Birinchi usuli, tuxum po'chog'ini 1 litrlik bankaga solib qo'yib, ya'ni yetarlicha yarmigacha to'ldirib, oddiy suv solib qo'yasiz. 2 kun o'sha suvda turganidan so'ng, to'g'ri, bankada turgan suvning hidi ozgincha o'zgarishi mumkin. Bu tabiiy holat. Lekin 2 kun o'sha suvga tuxumdagi mineralli moddalar singib ketadi. Keyin o'sha suvni gulga bemalol qo'yib olsangiz bo'ladi. Keyingisi esa tuxum po'chog'ini maydalab ezib, tuprog'ining tuvak holati va ildiz holatlaridan qo'yib, ozgincha ustini yopib qo'yish. Bu ham tuprog'i o'ziga kerakli moddalarni tuxum po'chog'idan shimib oladi. Keyingi usulda berish esa tuxum po'chog'ini yaxshilab mikser yoki chopperdan maydalab un holatiga olib kelib, ozgincha suv qo'shib, ya'ni sal suyuq muhit hosil qilgandan so'ng gulga qo'yib chiqsangiz ham bo'ladi yoki shundoq gulni tuprog'iga sepib qo'ysangiz ham bo'ladi. Mana shunaqa usullar orqali tuxum po'chog'ini gullarga qo'llaganingizda juda ham katta samara berishini kuzatishingiz mumkin. Tuxum po'chog'ini barcha gulga qo'llasangiz bo'ladi. Umuman gullar ozuqa tanlashda tuxum po'chog'iga injiqlik aslo qilmaydi. Keyingi ozuqamiz esa bu choy hisoblanadi. Choy bu asosan giyron gullarining judayam sevgan ozuqasi hisoblanadi. Oddiy o'zimizda ko'k choyni damlaganimizdan so'ng ozgincha ichganimizda choynakning ichida qolib ketadi. O'sha narsani to'kib tashlamasdan bir idishchaga quruq suvini olib, gul suvsagan payti giyron gulini tuvak chetlari bilan birga oz-ozdan, juda ham ko'p emas, odatiy holda sug'organ holatda emas, oz-ozdan o'sha choyni 1 oyda 2 marta qo'llasangiz, giyron gulingizni bariklari yarqirab, ya'ni yaltirab turadi va gulni gullashi uchun juda ham katta foyda beradi. Keyingi ozuqamiz bu barcha apteka, dorixona, uyda, xonadonlarda topiladigan vosita. Bu B12 vitamini. B12, B6 vitamini bu gullarimizni gullashi uchun juda ham muhim hisoblanadi va ularni mineralli vitaminlarga boyitadi. Ildizi uchun, tanasi uchun, yashilligi uchun B6 va B12 vitaminlari juda ham keng va katta foyda ko'rsatadi. Buni barcha aptekalardan topsangiz bo'ladi. Bu vitaminimizni ba'zi gullarimiz, ma'lumotlarimizda, videolarimizni kuzatib borsangiz aytib o'tganmiz, qaysi gullarimizga qancha muddatda berilishi. Lekin maksimal norma holat 1 oyda 2 marta gullar uchun qo'llab tursangiz bo'ladi. Keyingi vitaminimiz esa bu yodniy suv hisoblanadi. Yodniy suv ham gullarimiz uchun juda ham ozuqaviy hisoblanadi. Yodniy suvni 1 litr suvga 1-2 tomchi tomizib yaxshilab aralashtirib olib, tuvak cheti bilan gullarga qo'llasangiz, bu ham gullarimizni doimiy ravishda mineralli moddalar, ozuqalar gullashi uchun, rivojlanishi, o'sishi, yashilligi, xullas barcha kerakli vositalari uchun yodniy suvimiz bu ozuqa hisoblanadi. Yana bir vitaminimiz, ya'ni gullarimiz uchun vitamin hisoblangan bu aspirin kislota hisoblanadi. Aspirin ham gullarimizni
tomir yoyishi uchun juda ham muhim hisoblanadi, yashilligini saqlab turishi uchun ham. Qanaqa qilib saqlab turadi degan savollar bo'lishi mumkin. Oddiy tushuntiraman. Misol uchun, jivoy gullarni kimdandir sovg'a qilib olganingizda yoki kimgadir sovg'a qilib bermoqchi bo'lganingizda suvga solib qo'yasiz. Misol uchun, tug'ilgan kunga olgansiz, tug'ilgan kun 1 kun yoki 2 kundan keyin bo'lishi mumkin. Siz o'sha gulni suvga solib qo'yib, aspirin tashlab qo'yasiz. Aspirin o'sha gullarini jivoy turishi, tanasini yashilligi, tanasi so'lib qolmasligi uchun, ya'ni yaltirab zo'r turishi uchun hamda gullarni tomirlatishda ham ozgina aspirinni suvga solib qo'ysangiz tez tomirlashi uchun xizmat qiladi. Xuddi mana shunaqa usulni tuvakda ekilgan gullarga ham qo'llasangiz bo'ladi. Bu ularning ildizini, birinchi o'rinda ildizini mustahkam, baquvvat, zo'r holatini saqlab turadi. Mana shunaqa qilib bemalol oziqalarni qo'llasangiz bo'ladi. Eng asosiy oziqamizni aytib o'taman. Bu oziqamiz gullarimiz uchun juda kerakli bo'lgan, gullarimizni eng sevgan oziqasi hisoblanadi. Bu bananning po'stlog'i, azizlar. Banan po'stlog'ini, bananni bolalaringizga yoki o'zingizga olganingizdan so'ng uni yegandan keyin bananni po'stlog'ini aslo tashlab yubormang. Bananni po'stlog'ini kesib, katta-katta to'rtburchak qilib, oddiygina usulini aytaman, 3 litrlik bankaga solib, to'ldirib, og'zini yopib qo'yasiz. 2-3 kun turganidan so'ng suvning holati, rangi o'zgaradi. Ana shunaqa o'zgargandan so'ng, ya'ni layqali holatga o'tib qoladi. Xuddi shunaqa bo'lganidan so'ng o'sha suvni gullaringizga qo'llasangiz, gullaringiz shunaqangi ajoyib o'zgarganini ko'rasiz. Sizda aslo gullarni qurishi degan narsa kuzatilmaydi. Gullarni kasalligi degan narsa kuzatilmaydi. Banan suvini bir oyda 2-3 marta qo'llasangiz bo'ladi. Muntazam ravishda bu o'g'it bo'lib, zo'rlik qilishi mumkin, gulni quritib qo'yishingiz ham mumkin. Chunki har bitta oziqa, har bitta o'g'itlarni o'zini qo'llash tartibi bo'ladi. Gulni qurishidan, kasalliklaridan saqlaydigan oziqalarni ham normada berish kerak. Normadan oshirilgan har bitta oziqa gullarni qurib qolishi uchun xizmat qiladi, azizlar. Shuning uchun normaga e'tibor bering. Mana shu sanab o'tgan oziqalarim qishloq hayotida tabiiy ravishda topiladigan oziqalar. Hech qanaqangi qimmat narxlarga oziqa sotib olib, gullaringizga qo'yib, bekorga ba'zi oziqalarimizni qimmat narxga sotib olasiz, gullar uchun umuman foydasi bo'lmaydi. Ular juda ko'p tarkibi asosan kimyoviy modda bo'lganligi uchun, gullarimiz esa tabiiy ravishda o'sadigan erkin o'simliklar. Ular kimyoviy moddalarni deyarli xohlamaydi. Mana shu oziqalar orqali bemalol gullaringizni parvarish qilib, keyingi navbatda gullar uchun shug'ullanayotgan bo'lsangiz, gullaringizga juda ham kerakli bo'lgan oziqalar hisoblanadi. Azizlar, xuddi shu kabi ma'lumotlarni kuzatib borishni istasangiz, kanalimizga obuna bo'lib, like bosib qo'yishni unutmang.